Ishonch bilan hech qanday qo'rquvlarsiz avtomobil boshqarishni xohlasangiz, 30 soniyada ushbu 10 ta qoidani tinglang. Birinchisi, ko'proq haydang. Amaliyot sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yanada orttiradi. Ikkinchisi, tezlik har qanday harakatdan muhimroq. Uchinchisi, orqa va yon oynalarga har doim qarab yuring. To'rtinchisi, o'ng oyoq tormoz va gazda, chap oyoq scepleniyada. Beshinchisi, yuk mashinalaridan uzoqroq yuring. Ularning ko'rinmas nuqtalari har doim xavflidir. Oltinchisi, yo'lovchilar har doim ham haqli bo'lavermaydi. Siz ularni emas, o'zingizni tinglang. Yettinchisi, ko'prik va burilishlarda quvib o'tmang. Sakkizinchisi, svetoforning yashil chiroqlarida hech qanday to'siq bo'lmasa, xotirjam harakatlaning. To'qqizinchisi, to'g'riga harakatlanish asosiy, chapga burilish muhim, o'ngga burilish esa ikkinchi darajali. 10-si, chorrahalar to'liq diqqatni talab qiladi. Ushbu qoidalar sizni va avtomobilingizni doim himoya qiladi.